murakkab fe'l atvorga ega bo'lgan. Umuman olib qaraganda dublyaj aktyori sifatida men qiynalishim kerak. Qaysi ma'noda qiynalishim kerak? Shu obraz bilan yashashim kerak. Ustoz va shogird an'anasi yo'qola boshladi. Nimaga? Chunki siqib qo'yildi-da. 3-4 odam o'zi ishlasa, qayerdan u shogird bilan shug'ullanadimi, shogird qayerdan olib keladi u? Hatto ba'zi payt shunaqa payt bo'ladi, kechki payt uyga borganda gapirgimiz ham kelmaydi. Charchashingiz mumkin boshqa, lekin jonga tegdi demaysiz-da. Siz albatta o'sha shogirdlarni kelajagini o'ylashingiz kerak-da. Xo'p, bular qayerga boradi keyin? Sizni sandig'ingizda foydalanadigan narsangiz yo'q-da. Endi u narsani o'zingiz ixtiro qilishni boshlaysiz. Hurmatli Framechilar, hammaga assalomu alaykum. Bugun Framecastda biz bilan Frame studiyasining katta ustozlaridan biri bo'lgan Abdulhayka Otaxo'jayev. Assalomu alaykum. Frame platformasining muxlislari, sizlar bilan mana shunaqa bir ajoyib bir suhbatda bo'lib turganimdan bag'oyatda xursandman. Suhbat oldida bo'lib turibmiz. Taklif uchun katta rahmat. Rahmat. Uzoq bo'lsa ham kelganingiz uchun sizga rahmat. Salomat bo'ling. Abdulhayka, bugungi formatimiz biroz o'zgacha bo'ladi. Ko'proq intervyu formatida olib o'tamiz. Aynan bizni obunachilarimizdan kelib tushgan savollarga javob beramiz, ularni qiziqtirgan savollarga. Lekin asosiy mavzuimiz baribir ham bu dublyaj san'ati haqida, shu ishning qiyinchiliklari haqida gaplashamiz. Birinchi savoldan boshlaymiz. Obunachimizdan kelgan, kayfiyatingiz qanday deb so'rashdi. Kayfiyat a'lo deya olmayman. O'rtachadan yuqori desak to'g'ri bo'ladi. Sababi charchoq bo'ldi. Endi kuni bilan o'sha dublyajda bo'lamiz. Umumiy olib qaraganda yaxshi. Sababi inson albatta o'zini yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullansa va albatta jismonan toliqishi mumkin, lekin kayfiyati hech qachon yomon bo'lmaydi. Undan tashqari aprel oyi o'zim yaxshi ko'radigan oylardan biri. Yashillikka juda ham yaxshi ko'raman. Yana bir tomoni mana shu ofis tomon kirib kelyapman, mashinada hamma yoq yam-yashil, bir o'zgacha bir ruhiyat beradi insonga. Juda ham go'zal. Albatta. Bu oy aprel, siz yaxshi ko'rgan oyingiz ekan, bu oy nechta film dublyaj qildingiz? Nechta film yoki serial dublyaj qildingiz? Oho. Endi umuman olib qaraydigan bo'lsak, masalan deylik, bitta studiyada hozir ikkita serialda, ikkita bo'lmadi degani hozir 5 ta studiya bo'ladigan bo'lsa, shundan deyarli hammasida serialda bandman. Undan tashqari o'sha filmlar bor. Umumiy olib qaraydigan bo'lsa, bir 100 dan oshiq bo'lsa kerak. Endi yo'q, endi hammasida masalan deylik, bilamiz, Frame'da hamma biladi, ya'ni biz sinxron dublyaj qilamiz. Ya'ni bitta obrazga bitta aktyor ovoz beradi. Agar bunday olib qaraydigan bo'lsa, hammasida bosh qahramon emasman. Qaysidir joyda masalan 4-darajali, qaysidir joyda 3-chi, 2-darajali, qaysidir joyda anti-geroy, masalan anti-qahramon bo'lishi mumkin. Antagonist ham bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqib. Lekin son jihatdan olib qaraganda shunaqa. Ko'proq qanaqa personajdagi ovoz berasiz? Endi aytishadi-ku, mana masalan deylik, murakkab fe'l atvorga ega bo'lgan, ya'ni o'sha xarakteri murakkab bo'lgan personaj bo'lsa, umuman olib qaraganda dublyaj aktyori sifatida men qiynalishim kerak. Qaysi ma'noda qiynalishim kerak? Shu obraz bilan yashashim kerak. Agar u oddiy, doimgidek qahramon bo'ladigan bo'lsa, u obraz yengilda, bir pasda ishlab chiqib ketasiz. Lekin murakkab bo'lsa, qaysidir joyda u ko'tarilishi bor fe'l atvorda, qaysidir joyda u tushishi bor. Mana shu hammasini agar mujassam etadigan agar obraz bo'ladigan bo'lsa, mashaqqat bilan ishlaniladigan bo'lsa, men maza qilaman. Aksariyat dublyaj aktyorlari shunaqa. Agar sababi siz o'zingizda nimanidir kashf qilishni boshlaysiz. Masalan deylik, faqat o'sha deylik o'sha romantik qahramon, shunga ovoz berish kerak bo'ladigan bo'lsa, bilasiz. Sababi bu bosib o'tilgan etapda. Ana shu bagajdan foydalanasiz. Ya'ni o'sha olib qo'ygan aytamiz, haligi rus tilida priyom deydi-ku, uslublardan foydalanishni boshlaysiz. Lekin bu bunaqa holat kelganda sizni sandig'ingizda foydalanadigan narsangiz yo'qda.
endi u narsani o'zingiz ixtiro qilishni boshlaysiz. Undan olishga harakat qilasiz va ovozda shuni ijro etishga harakat qilasiz. Zo'r. Bir kunda, например, 100 ta озвучить qildim dedingiz. Bir kunda necha marta obraz almashtirasiz o'zi? Necha marta ketadi? Mana tasavvur qiling, bu studiyaga kirdim. Bitta. Keyingi studiyaga kirdim, ikkita. Chunki bu studiyadagi ishlayotgan rollarim bir-biriga mutlaqo teskari bo'lgan. Keyingisi 3 ta. 5 ta studiyaga kirsam 5 xil fe'l-atvor bo'ladi. Juda ham charchatsa kerak. Albatta, bu albatta insonni charchatadi. Aytdim-ku, jismonan charchaymiz. Hatto ba'zi payt shunaqa payt bo'ladi, kechki payt uyga borganda gapirgimiz ham kelmaydi. Hatto javob bermasligimiz ham mumkin savollarga ba'zida. Umumiy olib qaraganda, lekin jonga tegdi degan narsa bo'lmaydi. Hech qachon unaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni ijodkor ahli shu-da, mana o'zingiz ham ijodkorsiz. Charchashingiz mumkin boshqa, lekin jonga tegdi demaysiz-da. Charchadim deysiz. Jonga tegdi demaysiz. Bu aniq narsa. Eng asosiysi sizga yoqsa bo'ldi. Shu albatta. O'zimiz ishimiz. To'g'ri. Qarang, bizga izohlarda ko'p yozishadi-da, nega buni dublyaj qilmadinglar? Nega dublyaj qilingan filmlar kam? Meni o'ylashimcha, Frame Studio shundoq ham tez ishlashadi. Lekin baribir ham sifatli qilmoqchi bo'lsangiz, bu bir nechta to'liq jarayondan iborat narsa. Mana qarang, bir narsa aytaman, bizni boshidan aytdik, Frame studiyasida sinxron ravishda juda ko'p aktyorlar ovozi bilan dublyaj qilingan film, serial, multfilm bo'ladimi? Shunaqa kontentlarni tomosha qilasizlar. Ya'ni biz sifatli kontent yetkazishni oldimizga maqsad qilganmiz Frame'da. Endi qarang, birgina misol aytaman sizga. Avvallari o'zbek filmda, masalan, bitta filmni dublaji uchun oylab vaqt ketgan. Nimaga deyiladigan bo'lsa, albatta bu texnika bilan bog'liq bo'lgan holat. Bitta filmni dublajiga 1 oy vaqt ketgan. Haqiqatda. Sababi u payt kalso deyilgan, ya'ni bitta epizod kalsoda aylanveradi. Shunga aktyor har gal o'shani tushirishga harakat qiladi. Bir vaqt o'zida 3 ta 4 ta aktyor ishlagan. O'sha yerda bitta odam agar yanglishib ketsa, yana boshqatdan bo'lgan shu hodisa. Endi hozir jarayon ancha, ya'ni umumiy olib qaraganda texnik nuqtai nazardan ancha yaxshi rivojlanganmiz. Nimalar bor? Kompyuter bor, boshqa bor, texnikalarning eng oldisi bor. Ayniqsa Frame'da eng oldi texnikada ishlaniladi. Imkon qadar 11 ta dublyaj studiyasi imkon qadar ertalabdan kechgacha tinmaydi. Endi sababi bundoq olib qarasangiz, dunyo bo'yicha olib qarasangiz, qancha film chiqqan shu paytgacha. Frame maqsadi 30-yildan ovozli kino chiqqan bo'lsa, hatto loyihamizda Chaplin davridagi filmlar bor. Ya'ni o'sha masalan titrlar beriladigan bo'lsa, ana shunga moslab turib ovozlashtirish jarayonlari bor-ku. Davrdan hozirgi davrgacha bo'lgan filmlarni qamrab olinyapti. Bu masalan umumiy olib qaraganda tezlik nihoyatda yuqori. Sababi mana platforma chiqqaniga hali 1 oy bo'lmadi. Masalan, shu vaqt ichida ancha-muncha film joylanyapti. Ya'ni sifat bilan joylanyapti. Buni o'zi juda katta masshtabdagi ish va oson emas bu. Sababi ham sifatli, ham tez yetkazib berish. To'g'ri, masalan, qaysidir ma'noda juz'iy kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin imkon qadar men o'zim o'sha yerda butun ijodkorlarni ko'raman, dublyaj rejissyorlari, aktyorlari haqiqatda tinim bilmasdan ishlashyapti. Hozir ham ishlashyapti. Umuman endi gapga qo'shilaman. aytmoqchimanki, o'sha ular kutayotgan filmlar albatta bo'ladi. O'zbek tilida albatta tomosha qilishadi. Sababi birortasi hali bir ko'zdan chetda qolib ketmaydi-da. Ko'zdan chetda qolib ketmaydi. Sababi umuman Frame o'zida o'sha muharrirlar bo'limi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'zini ustalari, o'zini ishini biladigan insonlar ishlashyapti. Hali osmondan kimdir top etib qatgadir tushib qolgan odamlar yo'q demoqchiman. Da, qo'shilaman. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Shu qiyin protsess bo'lgani uchun ham hozir shunaqa ketyapti, lekin albatta bo'ladi. Hamma sifatli bo'ladi. Albatta bo'ladi. Sababi bir narsani so'ragan bo'lardim. Mana shu platforma o'zbek tilida o'zbek tomoshabiniga bir mehr bilan yondashilyapti. Aynan obunachilar ham, o'sha bizni kuzatuvchilarimiz ham qaysidir ma'noda biz bilan bir kemada-da. Bular ham agar qo'llab-quvvatlab turishsa, albatta
zo'r kontentlarni tomosha qilishadi va O'zbekistondagi eng zo'r platformalardan biri bo'lishiga men albatta ishonaman. Hurmatli Framechilar, Frame'ni birga quramiz. Albatta shunaqa bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. Men o'z darslaringizga, kстати, borgan edim. Kutilmagani menga ham juda ham yoqqan. Dublyaj maktabi haqida ozgina gaplashaylik. O'sha darsda bo'lganimda siz oddiy texnik saboqlar emas, balkida samararatvitiya bo'yicha ham maslahatlar ulashib ketgan edingiz. Shu uslubingiz haqida aytib bera olasizmi? Birinchi navbatda bir narsada mana aytishadiki, mana dublyaj maktablar ochishganda endi masalan deylik o'sha pulli kurslar boshqa. Bu haqda bizda ham fikr bo'lganda o'z vaqtida masalan Elbek Mirzohidov bilan ham fikrlarimiz bo'lgan. Balki qilish kerakmikin, qilish kerak emasmikin degan fikrlar o'tganda, keyin albatta o'ylanardi-da. Xo'p, biz qildik. Biz maktab ochildi, xo'p, keldi, xo'p, u o'quvchilarni, xo'p, tahsil olganlarni taqdiri nima bo'ladi? Mana bu faqat dublyajga oid emas. Har bir sohada bir maktab ochiladi, qanaqadir bir darslik berasiz, qanaqadir chiqariladi-yu, masalan. Shunaqa narsa bo'lgandan keyin siz o'sha darsni, o'sha ilmni berganingizdan keyin, o'sha hunarni o'rgatganingizdan keyin siz albatta o'sha shogirdlarni kelajagini o'ylashingiz kerak-da. Xo'p, bular qayoqqa boradi keyin? Nima qiladi? Qayerda ishlaydi? Nimadir qilish kerak-ku. Shu narsani o'ylab turib, eng bizani qiynaydigan narsa shu narsa bo'lardi. Haligi buni qarangki, haligi bir nima deydi, bir niyat xolis bo'lgan ekan, aynan Frame qoshida xuddi shu maktab tashkil qildik. Frame qoshida. Sababi maktab tekin. Talablarimiz shu, Telegram botidan o'tasiz. Ovozlar albatta tanlab olinadi. Albatta uchragan ovoz ishlanilmaydi. Tanlab olingan ovozlar bilan albatta ishlaniladi. Endi boyagi savolga keladigan bo'lsak, dublyaj aktyori shunchaki matnni to'g'ri o'qib berishi, shunchaki o'qib bilan qilishi emas. Dublyaj aktyori bu ilgari suramiz. Kino aktyorlar, teatr aktyorlari mendan xafa bo'lishmasin. Ulardan-da kuchli bo'lishi kerak. Teatr aktyoridan-da, kino aktyoridan-da kuchli bo'lishi kerak dublyaj aktyori. Chunki kinoni bezab beradigan narsa nima? Bu albatta tasvirdan tashqari chiroyli ovoz hisoblanadi. U faqat aktyorning ovozi emas, balki o'sha intershumlar, boshqalar. Mana shu kinoni yanada go'zal qiladi, musiqasi yanada go'zal qiladi kinoni. Endi qarang. Agar dublyaj aktyori zaki inson bo'lsa, dunyo qarashi keng bo'lsa, o'sha qilayotgan ishiga u falsafiy ma'noda yondashadigan bo'lsa, o'z ishiga, ana shu ish juda go'zal bo'ladi. Shuning uchun ham men xohlayman, shogirdlarga aytaman, o'rtoqlar ko'proq kitob o'qinglar. Ko'proq kitob o'qinglar. O'zingizlarning ustingizda o'zingizlar ishlaylar. Falon o'zingizlar tushunmagan birorta bitta so'z bormi? Shu so'zni tagiga yetishga harakat qilinglar. Bu so'z nima ma'noni bildiradi? Sababi tilimiz o'ziga xos-da. Masalan deylik, turk tili, qozoq tili va boshqa turkiy tillarga qaraganda bizning tilimiz mutlaqo bir boshqacha til. Ya'ni o'rta turk tili desa ham bo'ladi. Sababi shu tilni, o'zbek tilini zo'r o'rganib turgan holatda bemalol turklar bilan ham, ozarbayjonlar bilan ham, qozoq qardoshlarimiz bilan ham, qirg'iz qardoshlarimiz bilan ham muloqot qilsa bo'ladi, bemalol. Sababi tilni agar yaxshilab o'zlashtiringlar deyman. Talabim shu. Hatto shunaqa darslarimizdan birida aynan mana shu tilshunos olimlardan biri Farruxbek olimni o'zim borib taklif qildim. Farruxbek keling, dars o't bering dedim. Hatto rejissyorlarimiz ham chiqib eshitishdi. Sababi kerakli narsa. Qancha tilni haligi bir nozik tomonini o'rganganimiz sari o'zimizni boyitib boramiz. Bu dublyaj aktyoriga kerak narsa. Dublyaj aktyori matnni o'qib turib, bu qanaqa so'z bo'ldi, umrimda eshitmagan ekanman deyish kerak emas. Bu so'zni yetkazib berish kerak. Yoki ba'zida bo'ladiki, men bu so'zni ishlatmaylar, nimaga bu so'zni ishlatmaylar? Odamlar tushunmay qoladi. Yo'q, odamlar tushunmay qoladi emas. Shu so'z ishlatilishi kerak. Chunki o'zbek tilimizda shu so'z bor. Tilimiz boyligini shu yerda ko'rinib turadi. Ya'ni til boyligini bular his qilishi kerak. Tomoshabin bu so'zni eshitdimi va o'zi o'rganishga harakat qiladi. Shunaqa so'z bor ekan degan fikrga keladi. Eshitmasa umrida bo'l, eshitmadim deb ketaveradi. U
bo'lishi kerak narsa. Xuddi shunaqa. Men Frame'da dublyaj qilingan filmlarni ko'rib o'zbekcha o'rganyapman. Toza o'zbek tilini. Ya'ni bir narsa demoqchimanki, ya'ni kino san'ati bo'ladimi, teatr san'ati bo'ladimi? Masalan, dublyajda qo'pol qilib aytganda biz bayroqdor bo'lishimiz kerak. Biz tomoshabinni orqasidan ergashishimiz kerak emas. Tomoshabin biz bilan ergashishi kerak. Tomoshabinni biz chaqirishimiz kerak. Bu yoqqa kelinglar, biz sizlarga hozir bir film qo'yib beramiz. Mana shu filmni tomosha qilinglar deb biz chaqirishimiz kerak. Tomoshabin bizga mana bu kinoni qo'yib bergin, mana bu film qo'yib bergin deyish kerak emas. Asliyatda shunaqa bo'lishi kerak. Teatr ham, kino ham shunaqa bo'lishi kerak. Bu san'at talabidir bu. San'at o'sha umuman o'zi madaniyat tomoshabinni tarbiyalaydigan maskandir. Men savolimga javob berish shekilli, menimcha o'zi dublyaj darslari, aktyorlik mahorat darslari nimasi bilan farq qiladi deb so'ramoqchi edim. Lekin o'z darsda bo'lganimda farq qilishini sezdim. Lekin o'zim aktyorlik mahorat darslariga borganman, lekin dublyajda qiziqroq bo'ldi ham desam bo'ladi. Mana endi baribir qarang, aktyorlik mahoratida bilan masalan deylik, dublyaj farqi shundaki, dublyajda ko'proq so'zga urg'u beramiz va o'sha aktyorlik mahoratini biz so'zda chiqarishga harakat qilamiz. Mana ijro bor-ku, mana masalan deylik, mana deylik, mana stakan. Mana stakanni olib, o'sha masalan suvni ichishimiz kerak. Mana shuni biz o'ynab beramiz, deylik. Lekin dublyajda bu qanaqa amalga oshiriladi? Dublyajda o'sha suvni ichayotgan holatini chiqarib berishimiz kerak-da. O'sha tushuntira oldimmi? Ana uni nozikligi ham shu yerda. Ustozlarimizdan biri To'lqin Tojiyev bir so'zlari bor-da. So'zi deylar, rangi bor deganlar, shakli bor, shamoyili bor degan ma'noda gapirganlar-da. Ya'ni rangi haqiqatda har bir insonni e'tibor bersangiz, ovozida o'zini bir rangi, shakl, shamoyili bo'ladi. Shuning uchun dublyajni siz nimaga o'xshatasiz desa, aytamanki, bog'ga o'xshataman. Ya'ni bir bog'ga kirsangiz, har xil gullar bor. Har xil gul bor. Har xil gullar bilan haligi bog' go'zal bo'ladi-da. Dublyaj san'ati ham shunaqa bir bog'ga o'xshaydi. Ya'ni ovozlar bu gulga o'xshaydi. O'ziga xos. Ya'ni bir xil aytadiki, meni ovozim sal bunaqa. Yo'q. Har birimiz ovozimizni yaratgan egam bir o'ziga xos qilib yaratgan. Meni ovozim siz ovozingizga o'xshamaydi. Siz ovozingiz kimnikidirga o'xshamaydi. Mana shuning uchun ham Hazrati inson deyiladi-da. Ya'ni insoniyatda o'zi yaratilishi bir katta bir mo'jiza bo'lsa, uni ovozi bir mo'jiza-da. Mana shu jihatdan kelib chiqadigan bo'lsak, so'z san'ati har doim o'zini kuchini yo'qotmagan. Dublyaj ham mana shu so'z san'atini olamidagi bir vosita-da bu ham. Obunachilarimizdan kelgan savollarga o'tamiz. Professional dublyajchi bo'lish uchun qancha yil kerak deb so'rashibdi. Professional dublyaj aktyori bo'lish uchun yoki aktrisasi bo'lish uchun ochiq oydin aytaman, u masalan deylik, falon yildan keyin sen dublyaj aktyori zo'r bo'lib ketasan, yo falon yildan keyin zo'r aktrisa bo'lasan deyish u noto'g'ri narsa. Agar insonning o'zida bo'lsa, masalan deylik, 1 yilda o'zini iqtidorini namoyon etishi mumkin. Ya'ni kimlardadir bu holat sekin davom etishi mumkin. Bu jarayon juda sekin davom etishi mumkin. Unga 3 yil kerak bo'ladi, 4 yil kerak bo'ladi. Agar zo'r bo'lsa, o'zining ustida agar tinmay ishlaydigan bo'lsa, 1 yil, 2 yilda u jarayonda to'la to'kis ishlay boshlaydi. Lekin unga hali professional so'zi berilmaydi. Nimaga desangiz, endi u izlanishda bo'ladi. U yillar davomida, masalan, 10 yil, 15 yillik dublyaj aktyori bo'lsa, demak uni siz professional dublyaj aktyori yoki aktrisasi deyishingiz mumkin. Chunki uni ortidagi sandig'ida ancha-muncha mehnati bor va to'plagan tajribasi bor. Bilamizki, professional so'zi o'zi masalan deylik, o'sha usta, o'z ishini ustasi degan ma'noda qabul qilinadi-da. Ana u usta bo'lgani uchun u qo'lida qanaqadir quroli bo'lishi kerak-da. 1 yil ishlab turgan odam professional dublyaj aktyori, aktrisasi bo'la olmaydi. O'sha yillar mobaynida to'plangan tajribalar natijasida u professional dublyaj aktrisasi yoki aktyori bo'lishi mumkin. 1 yil, 2 yil hech narsani hal qilmaydi.
Tug'ma talant degan narsaga ishonasizmi? Agar siz Albatta. yoningizga kelsa, tug'ma talant o'sha ertaga ishlab keta oladimi? Tug'ma talanti bo'lsa. Mana qarang, shunaqa talantli kelgan, unda eshitasiz, ovoz zo'r deysiz, qoyil deysizda, lekin mikrofonni oldiga o'tirganda tug'ma talant bo'lgan taqdirda ham bittada olib keta olmaydi. Chunki dublyajda ustozimiz Bahodir aka Qosimov har doim aytardilar. Aktyor ovozi bo'lishi kerak, to'g'ri, ovozi bo'lishi kerak. Uni shu ko'z kadr kuzata bilishi kerak, shu til yaxshi aylanishi kerak va qalb bo'lishi kerak. Mana bu ishlash kerak. Bu ishlamasa hammasi bir teng. Agar mana bu yurak ishlamasa, yurak ishlash kerak. Hatto kinoda ham, teatrda ham agar yurak ishlamasa, u aktyor yetkazib bera olmaydi. Yurak ishlasa, ko'zingiz so'zlaydi. Masalan-da, dublyaj aktyorida qalb bilan til baravar ishlash kerak. Ko'z baravar ishlash, quloq baravar ishlash kerak. Ya'ni eshitish. Shuning uchun kelgan odam birdan olib keta olmaydi. To'g'ri, 5-6 oy ichida tug'ma talantni 5-6 oy ichida dublyajga o'rgatish mumkin. Chunki e'tibor bering. Talant deydi 5% deydi, qolgan 95% deydi mehnat deyiladi. Bu bor gap. Masalan, deylik 5% talantli odamni olib kelsangizda, talanti bor deganingiz bilan agar u o'zini ustida ishlamasa, u talant yo'q bo'lib ko'milib ketadi. E'tibor bering. Maktabga bolalar chiqadi, e'tibor bersangiz, bolalarning hamma narsaga qiziquvchan bo'lib boshqa bo'ladi. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi sinfgacha haligi bolalar shunaqa zo'r o'qishadi. 4-chi sinfgacha zo'r o'qishadi. 5, 6, 7 ga o'tgandan keyin birdan tushib ketadi orqaga. Nimaga desangiz, o'sha 1, 2, 3, 4 ni bitta o'qituvchi va bitta talab qo'yadi. Bitta o'qituvchi bilan ishlashadi. Endi 5, 6 ga o'tgandan keyin turli o'qituvchilarning qo'liga o'tgandan keyin ana qolgan mahorat qolgan o'qituvchilarning qo'lida. O'zini faniga qiziqtira olsa, o'zini fanida shularni yondira olsa, shular yonib turib o'qishadi. Bo'lmasam orqaga qarab ketib qoladi. Endi talantni ham shunaqa qilib yo'q qilish mumkin. Ya'ni boshida talant zo'r bo'lib turadi, keyin u talantga e'tibor berilmagandan keyin talant o'zidan o'zi ko'milib, bo'ldi, yo'q ketadi. Bo'ldi. Ustoz mentorga ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Albatta. Yana o'zimda bitta shunaqa savol tug'ildi. Mana qaysi aktyor ko'proq dublyajda yaxshi, teatr aktyorimi yoki kino aktyorimi? Chunki men o'ylashimcha teatr aktyori, chunki teatr aktyorlarida ekspressiya ko'proq bo'ladi, menimcha kino aktyoriga qaraganda. Qarang, mana bizda bir ajoyib narsa bordi. So'nggi paytlarda kinoyimizda pasayish bo'ldi-da, qaysidir ma'noda. Ya'ni ko'pchilik kino olmay qo'ydi, boshqa bo'lib qo'ydi, lekin kino oladiganlar umuman o'zini sohasiga ega bo'lmagan odamlar kino olishni boshlashdi. Kinoga aloqador bo'lmagan odamlar kino olishni boshlab ketishdi-da. U ham mayli, endi kino olish uchun mablag' kerak-ku. Aynan mablag' bergan odamlar o'zi rolni o'ynashni boshlashdi-da. Aktyor aktrisa bo'lmasa ham o'ynashni boshlashdi. Natijada soxta aktyor aktrisalar paydo bo'la boshladi. Endi eng dahshati, bular gapira olmaydi kadrda. Ularni dublyaj qilish kerak. Ya'ni biz buni tonlash, ya'ni ovozlashtirish jarayoni deymiz. Tonirovka ham deyiladi. Ya'ni o'sha aktyorlarga borib ovoz berish. Demak, o'z-o'zidan ma'lum, agar o'sha nuqtai nazarda olib qaraydigan bo'lsa, kino aktyoridan yaxshi dublyaj aktyori chiqmaydi. O'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, teatr aktyoridan yaxshi dublyaj aktyori chiqadi. Bu ma'lumda, siz aytgandek, ya'ni sahnada u nutq bilan o'ynaydi, mizantsena bor, so'zlarni yodlaydi. Hozirgi paytda olinadigan filmlarda men hali ko'rmadim, matnni yodlab turib ijro etishganligini men ko'rmadim hali. U qachon kelishi mumkin? Bir vaqtda o'zida mana hozir studiyada mana o'tiribmiz, studiyada ovozimiz yozilyapti. To'g'rimi? Shunaqa payt bo'lish kerakki, ya'ni mikrofon qo'yiladi, ovoz rejissyori mikrofonni qo'yadi, aktyorlar dialog yodlaydi va xuddi biz jonli muloqot qilgandagi so'zlarni aytish kerak. Uning uchun u aktyorlar professional bo'lish kerak. Teatr aktyorlari, professional aktyorlar kinoda o'ynash kerak. Ana shunda kinoyimiz jonli bo'ladi, tomoshabob bo'ladi. Super. Obunachilarimizdan kelgan savollar endi Shah degan obunachimizdan juda qiziq savollar kelgan. Hozir shularni o'qib o'taman. Shah savoli uchun rahmat. Birinchisi,
Yaqin 5-10 yil ichida dublyaj sohasini ham sun'iy intellekt egallab olishi mumkin deb o'ylaysizmi? Yo'q, 100% yo'q deyman. Chunki bu masala yuzasidan bir 2 yilcha oldin ham shu masala bo'lib chiqqandi va yaqinda sun'iy intellekt chiqadi, dublyaj sohasi yo'q ketadi, boshqa yo'q. Sabab ovozni, ohangga o'xshatishi mumkin u. Lekin insonni his tuyg'ularini hayotda bera olmaydi sun'iy intellekt. O'z-o'zi bilan aytib turibdi nomi, sun'iy intellekt. Lekin masalan deylik, aytishligi mumkin. Afzal akaning ovozlarini o'xshatibdi-yu, rahmatli Sanjar aka Sa'dullayev ovozini o'xshatishi mumkin. Lekin uni asl tegida u Sanjar Sa'dullayev emas. Yoki u Afzal aka Rafiqov emas. Sun'iy intellekt insonni, ya'ni mana shunaqa san'at turlarini hech qachon yo'q qila olmaydi. Sababi bizning his tuyg'ularimiz bor. U o'zimiz bilan o'zimiz kurashadigan joylarimiz bor, xatolarimiz bor. Sun'iy intellekt hayotda bu narsani qilib bera olmaydi. Buning uchun hali ancha ter to'kish kerak. U sun'iy intellekt emas, u inson bo'lish kerak-da uning uchun shu narsani qilish. Men ishonmayman. Sun'iy intellekt nimadir masalan she'r o'qitirib ko'rish mumkin, boshqa qilib ko'rish mumkin. Yo'q, men eshitdim u she'rlarni ham, boshqani ham. Yo'q, unaqa emas. Ya'ni inson tuyg'usini hech qachon sun'iy intellekt bosolmaydi. Ikkinchi savollari, nega bugungi kunda o'zbek dublyaj san'ati shu darajada yomonlashib ketdi? Har kim bilsa bilmasa ham ovozlashtiryapti. Buning sababi moliyaviy muammolarmi, ya'ni yaxshi dublyaj aktyorlaringning xizmat narxi qimmatligidami? Zo'r, nima deydi, ham o'rinli, yaxshi savol beribsiz. Bir narsa borki, so'nggi yillarda dublyajga bo'lgan e'tibor juda sust bo'lgan. Oddiy misol, telekanallarda mana e'tibor bersangiz, telekanallarda filmlar namoyish etiladi. Lekin aksariyat telekanalni tomosha qiluvchi tomoshabin, endi ko'rsatuvlardan, ma'lum bir ko'rsatuvlardan tashqari tomoshabin asosan film va seriallarni tomosha qiladi. Bu yerda albatta dublyajning o'rni katta. Lekin telekanallarni, umuman o'zi dublyajga bo'lgan e'tibor esa juda past darajada bo'lgan. Moliyaviy ma'noda aytyapman. Moliyaviy ma'noda. Bu o'z-o'zidan masalan deylik, bitta serialda 3-4 ta odam ishlashiga olib kelgan. Bu birinchi masala. Va keyinchalik ustoz va shogird an'anasi yo'qola boshladi. Nimaga? Chunki siqib qo'yildi-da. 3-4 ta odam o'zi ishlasa, qayerdan u shogird bilan shug'ullanadimi? Shogird qayerdan olib keladi u? Bu endi u sinxron dublyaj ham emas, u yo'qolib bo'ldi o'sha paytda-da. Hammasi yarim sinxron bo'ldi. Ya'ni tegidan o'zi ovozi eshitilib turadi, bu yoqdan xarakter berib tursa bo'ldi. O'sha so'zi ma'nosini chiqarib tursa bo'ldi. Lekin shogird tayyorlanish jarayoni juda bir 100%, 10% shogird chiqib qolmasa, bu bo'lmagan. Natijada bu san'at ham, dublyaj san'ati ham inqirozga yuz tutdi. Keyin endi boshqa o'z-o'zidan ustoz dublyaj aktyorlari albatta mehnatiga yarasha yaxshigina ter to'kadi, mehnatiga yarasha pul so'raydi. Lekin ochiq gap aytaman, unaqa haligi nima deydi, bir qo'rqinchli darajada pul so'rashmagan, boshqa qilishmagan va shu pulga ham ko'nmasdan, shu summaga ham ko'nmasdan ma'lum bir telekanallar o'sha dublyajga hali tajribasi bo'lmagan yoshlardan olib kirib kelishdi. Va ular bilan rejissyor bo'lmagan texnik xodimlar ishlashni boshlashdi. Ya'ni shunchaki ovozni yozib oladi, bo'ldi. Rejissyor ishlamaydi. Rejissyor ko'rmaydi. Hech bo'lmasa rejissyor bo'lish kerak edi o'sha yerda. Hech bo'lmasa rejissyorni yollash kerak, rejissyor ishlash kerak edi. Shuning uchun kirib kelgan yoshlar o'z-o'zidan aytadi, ustoz ko'rmagan shogird deydi, har maqomga yo'rg'alaydi deydi. Ular o'zlari qidirishni boshlashdi-da, hammasi har tomonga yo'rg'alashni boshlashdi. Shuning uchun ham haligi his qilishgandek, professional bo'lgan kontentlar hatto telekanallarda ko'payib ketdi. Birinchi navbatda bu albatta achinarli hol. Bizda bilasizmi eng yomon narsa nima? Men xafa bo'ladigan joyim, insonni borida qadrlash yo'q bizda. Biz endi haligi nima deydi?
ajoyib millatmiz, o'zimizga yarasha bir zo'r tomonlarimiz bor, havas qilsa arzigulik tomonlarimiz bor, lekin bir illatimiz ham bor. Ya'ni insonni borida qadrlashimiz kerak. Insonni o'sha hayotda yashab turganida qadrlashimiz kerak. O'tgandan keyin nima keragi bor uni? 50 marta, 100 marta shundoq zo'r inson edi deganimiz bilan uni foydasi yo'q. Uni hayotligida uni qadriga yetishimiz kerak. Uni hayotligida, o'sha insonni hayotligida biz uni o'sha kerakli darajada o'sha berishimiz kerak edi. Qanchadan qancha dublaj, nima demoqchi bo'lganimni hozir aytaman. Qanchadan qancha dublaj aktyorlarimiz, dublaj sohasidagi ustozlarimiz o'tib ketishdi. Ularni dublaj san'atiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, birorta aktyor yoki aktrisa dublaj san'ati uchun yo xizmat ko'rsatgan yoki xalq artisti unvonini olmagan va buni so'rashmagan ham. Shaxsan masalan chiqib turib birorta dublaj aktyori yoki aktrisasi menga shu dublaj ishlaganim uchun xizmat ko'rsatgan artist yoki xalq artisti beringlar deb so'ramagan, so'rashmagan, umid ham qilishmagan. Ya'ni dublaj san'atiga panja ortidan qarash bo'lgan. Vaholanki telekanallardagi kontentni asosi dublaj bo'lgan. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz bog'ingiz yoki dalangiz yaxshi hosil berish uchun siz unga nima solasiz? O'g'it solish kerak, o'sha dorilarni berish kerak, boshqa undan yaxshi hosil olish kerak. Ya'ni mehr berish kerak yerga. Bu soha ham shunaqa. Agar bu soha zo'r bo'lishi kerak bo'lsa, sohaga e'tibor berish kerak va bu sohadagi odamlar bilan kelish kerak. Ustoz, shogird an'analarini shakllantirish kerak. Nima uchun men hozir yana qaytib kelaman Frame'ga nima uchun hozir hamma dublaj aktyorlari mehr bilan kelib, mehr bilan ishlashyapti? Sababi Frame'da ustoz va shogird an'anasi yo'lga qo'yildi. Shogirdlar ustozlar bilan ishlashyapti. Shogirdlar ustozlarni kuzatish imkoniyatiga ega. Shogird kelsa, anitda o'tirmaydi. Kelib studiyaga kirib ustozlarni kuzatishyapti. Ustozlardan o'rganishyapti. Shuni natijasida esa yangi avlod shakllanishi boshlandi. Xudo xolasa 1 yildan keyin shunaqangi zo'r natija bo'ladi. Shuni o'zida ham hozir natija bo'lyapti. 1 yildan keyin mutlaqo ajoyib natija bo'ladi. Mana shuning uchun ham Frame'dagi mana har kuni o'zim ko'raman, shu dublajda shu akalarimiz, shu opalarimiz bilan suhbatlashib qolsa, shu Frame bo'lgani juda zo'r bo'ldi-da. Men 10 ta studiya shu yerda, hammamiz bir-birimizni ko'ramiz. Qarang bu yerda anaqa shogirdlar ustozlarni tanishyapti. Shogirdlar ustozlarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatishyapti. Shulardan olishyapti. Yana nima kerak? Mana shu Xudo xolasa dublaji yana qaytdi oyog'iga turishi bo'ladi shu narsa. Keyingi savollarim nega yangi ovozlar kashf qilinmayapti? Hatto Abdulxoy To'xojev ham bitta filmda 4 ta 5 ta obrazga ovoz beradi. Shunday dublaj sohasida kadrlar kammi deb so'rabdilar. Ya'ni boyagi narsa hozir mana boy yuqorida aytdim-ku. Ya'ni o'sha bo'lgan holat. Ya'ni yana shunga qaytib kelmayapti. Shu sababi yuqorida aytib o'tdim. Hozir Abdulxoy To'xojev o'zi, masalan, shaxsan o'zim ham bitta filmda 4 ta 5 ta obrazga ovoz berishni o'zim ham yomon ko'rardim. Lekin o'sha paytda biz majbur bo'lganmiz. Hozirgi paytda o'zimizni o'sha shogirdlarimizni tarbiyalayapmiz. Ya'ni bitta filmda bitta odam ovoz beradi va shogirdlar mevasini beryapti. Bu bo'ladi xudo xolasa. Ya'ni o'sha tomoshabin ko'p ovozli, turli xil ovozlarni, o'ziga bir fe'l atvorga ega bo'lgan ovozli filmlarni ko'rishadi va bu mana shu platformada Frame'da qo'yib borilyapti. Ko'rishsa bo'ladi bemalol, natijasini beradi bu ham. Keyingi savol, Lola Eltoyeva, Dilnoza Kubayeva, Aziz Rajab, Alisher Uzoqov kabi professional aktyorlar dublajda ham faoliyat yuritar edi, ammo bugungi kunda ularning ko'pini bu sohada ko'rmayapmiz. Buning ham sababi moliyaviy tarafga borib taqaladimi? Xo'p, birinchi navbatda moliyaviy tomondan shaxsan agar men o'zimga keladigan bo'lsa, hozirgi paytda, hozirgi ishlab turgan joyimizdan aytaman, o'shandan kelib chiqib aytaman. Moliyaviy tomondan meni qoniqtiradi. Masalan, boshqa dublaj aktyorlarni ham qoniqtirishadi. Lekin ular uchun men javob bera olmayman.
balki ularni rejissyorlarimiz taklif qilishgandir. Endi bilmayman. U yoq menga qorong'i. Balki qilishmagandir, balki taklif qilishgandir. U yog'ini bilmayman. Endi agar taklif bo'lsa, agar xohlasa ular kelishadi, xohlasa ishlashadi. Ular uchun qanaqadir bir javob bera olmayman. Chunki har bir inson o'zining fikri bor, dunyoqarashi bor. Abdulhay aka, nega Jahongir Majidov bilan ishlamayapsiz va Goblin yo'nalishidagi filmlarga chiqmayapsizlar? Xo'p, Goblin yo'nalishi bilasizmi? Siz eshitganmisiz? Goblinskiy перевод? Albatta. Aynan shu uslubni Jahongir Majidov do'stim bo'ladi, o'zim qadrdonim bo'ladi. Biz bir mahallada katta bo'lganmiz. Oramiz 1 yosh. Jahongir mendan 1 yosh katta. Aynan o'sha dublyaj sohasiga kirib kelishimga sabab bo'lgan inson ham aynan Jahongir Majidov bo'ladi. Qaysidir ma'noda bizga ustozlik ham qilgan Jahongir. Endi hayot shunaqa ekanki, hamma turli nima deydi, oqim bo'ylab suza boshlaydi. Jahongir Majidov hali ham dublyaj o'zini faoliyatini olib boryapti, o'zining studiyasi bor. Tuzda o'sha binosida o'zlarining studiyalari bor va albatta Jahongir Majidov o'zining ham maktabi bor. O'sha joyda o'sha tarbiyalanuvchilari bor o'zini. Hatto Jahongirni maktabida tahsil olib, keyinchalik dublyajda faoliyat olib borayotgan yoshlarimiz ham bor. Ular ham ishlashyapti. Bizda ishlashyapti ular ham kelib. Aytmoqchimanki, qaysidir ma'noda endi hozir o'sha Goblin masalasiga keladigan bo'lsa, bu yo'nalishni o'sha 2004-yilda boshlagan bo'lsa, endi umumiy hisob bo'yicha bir 10-15 ta film qilingandir. 15 ta ham chiqmasa kerak. Endi bu birdan dublyaj qilib ketadigan emas, sababi bunga alohida bir ssenariy yoziladi, alohida so'z, uni har bitta yumori bor, boshqasi bor, har bitta so'z bekordan bekorga otilish kerak emas. Ya'ni shu hammasini o'z ichiga oladi. O'sha masalan bitta Goblin uslubida film tayyorlanish uchun bo'lmadigani 1 oy 2 oy vaqt oladi-da. Endi Jahongir Majidov hozir u yoqda o'zlarining faoliyatlarini olib boryaptilar. Biz esa bu yoqdamiz. Lekin rejamizda bor bu narsa. Xudo xolasa rejamizda bor. Sababi Elbek Mirzohidov bilan ham gaplashganmiz. Rejada aynan Goblin yo'nalishidagi filmni endi Frame'da tayyorlamoqchimiz. Shunaqa. O'sha bizni kuzatib, o'sha Goblin yo'nalishidagi film kuzatib qolganlar, o'sha kuzatadiganlar, shu sog'inganlar bo'lsa, xudo xolasa shu loyihani boshlamoqchimiz, xudo xolasa. Loki degan obunachimizdan savol. Loki. Abdulhay Xo'jayevning eng sevimli top 3 ta yoki top 5 ta filmi? Top 3 tami, top 5 ta? Yoki top 5 ta, qancha chiqsa. Xo'p, o'zim o'sha mazah ko'raman, qayta ko'radigan filmlarimdan bittasi bu o'sha Cho'qintirgan ota filmi. Francis Ford Coppolaning filmi, Cho'qintirgan ota filmini qayta ko'raman. Yana mazah o'zim tomosha qiladigan filmlardan bittasi Tom Hanks ijrosidagi Forrest Gump filmi. U juda ajoyib bo'lgan. Yana o'zim mazah ko'radigan filmlardan bittasi Kelajakka qaytib filmi. Spielberg filmi, Kelajakka qaytib, yani trilogiyasi bor, yaxshi ko'raman. Yana o'zim yaxshi ko'radigan o'sha Tolkien asari asosida suratga olingan Uzuklar hukmdori filmi. O'sha filmni agar bo'lsa, masalan, vaziyat bo'lib qolsa, yana o'tirib men tomosha qilaman shu filmni, shu trilogiyani tomosha qilaman, mazza qilaman. Sababi Tolkien dunyosi bir boshqacha-da, bir o'zgacha dunyo qilgan, kashf qilgan. Shuning uchun mazza qilib ko'raman. Yana masalan, deylik, qayta ko'rishim mumkin bo'lgan filmlardan bittasi o'sha aytishim mumkin sizga, hamma hayron qolishi mumkin. Masalan, deylik, Marvel filmlari boshqa bor, masalan, Zack Snyder filmi bor. Qaysi biri? Adolat ligasi bor. Adolat ligasi bor. Adolat ligasi bor. Shuni tomosha qilaman. Aynan Zack Snydernikini. Sababi Zack Snyder o'ziga yarasha bir yo'nalishi bor-da. Yoki Christopher Nolan filmlari, o'sha ibtido filmi.
Leonardo DiCaprio bilan shu filmni maza qilaman. Umuman o'sha dunyoga o'sha mashhur bo'lgan yoki Martin Scorsesening filmlarini juda ham maza qilib tomosha qilaman. Umuman qaraganda yaxshi filmni tomosha qilaman. Masalan, filmni janrga bo'lmayman. Zo'r filmmi, komediya bo'ladimi, drama bo'ladimi, triller bo'ladimi, hali qo'rqinchli filmlar bo'ladimi, albatta ko'raman. Men hozir aytib o'tganlarim o'sha topimda turadigan filmlar-da. Keyingi savol yangi avlod dublyajchilari haqida. Qanaqadir ismlar aytib o'tilgan. Diyorbek Ibragimov, Laziza Mirkamilova, O'tkir Alimov, Dildora Qahhor, Isomiddin Boymirzayev. Shu dublyajchilardan qaysi biri bilan eng sevimli bo'lgan filmingizni birgalikda dublyaj qilgan bo'lardingiz? Familiyalarni bitta ayting, iltimos. Diyorbek Ibragimov, Laziza Mirkamilova, O'tkir Alimov, Dildora Qahhor, Isomiddin Boymirzayev. Xo'p. To'g'risi men bularni tanimayman. Bularni tanimayman. Balki qaysidir telekanalda yoki qayerdadir ishlashar, lekin men bularni tanimayman bularni. Uzr, yana bunaqa qilishmasin tag'in. Uzr, Loki. Keyingi savollari yangi avlod dublyajchilardan kimlarni kuzatyapsiz va ularning yutuqlari, kamchiliklari qanaqa? Xo'p, yangi avlod deganda, masalan deylik, o'zimizdan shogirdlarni nazarda tutaman. Sababi men boshqalar uchun javob bermayman. Sababi o'zimiz tarbiyalayotgan shogirdlarni yutug'ini ham kamchiligini o'zimiz juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun o'zimizdan shogirdlarni kuzataman. Falonchi mana bunaqa chiqib ketyapti, falonchi bundoq chiqib kelyapti deb endi ularga baho bergim yo'q. Sababi ularga men ustozlik qilmaganman. Ochiq gapda, masalan, ular kelib bu qanaqa ishlanadi, bu qanaqa ishlanadi mendan so'rashmagan. Agar yoshlar nazarda tutishayotgan bo'lsa. Lekin aytib o'tishim mumkin, masalan, Jahongir degan ukamiz bor, dublyajda o'sha yangi avlodlardan deb qaraydigan bo'lsak, Jahongirni masalan ovoz yoqadi menga. Va ishlashi sekin-sekin endi sayqallanib boryapti. Ya'ni birdan zo'r bo'lmaydi, lekin sekin-sekin sayqallanib boryapti. Jahongir bilsangiz bilarsiz. Okay. Keyingisi Abdulhay aka, Hoji Akbar Nurmatov va Sanjar Sadullayev bilan bo'lgan esingizdan chiqmaydigan voqeani aytib bersangiz. Men esimdan chiqmaydigan voqeamiz, Alloh rahmat qilsin, ustozimiz Hoji Akbar aka Nurmatov bizani o'sha anaqamiz bo'lardi, choyxonamiz bo'lardi. Bizani yig'ganlar. U ulfatda qarang, qanaqa ulfat bo'lgan. Hoji o'sha ulfat hali bor. Lekin boshlaganlar. Hoji Akbar Nurmatov bo'lganlar. Alloh rahmat qilsin, Farzid aka Fayozov bo'lganlar. O'sha Hoshim aka Arslonov bo'lganlar. Alloh rahmat qilsin, oxiratlari obod bo'lsin. Eng qizig'i esda chiqmaydigan voqeamiz, Hoji Akbar aka Nurmatovni o'zlari hovlilarda yig'ardilar bizani. Aloqada hovlilari bor edi. O'sha yerda bizani yig'ardilar. O'sha yerda rahmatli Hoshim akamni osh damlardilar. Bir boshqacha bo'lardi. Hoji Akbar akamlar bilan biz bir hind filmini dublyaj qilayotgan paytimiz bo'lgan. O'sha paytda endi u paytda ham sinxron qilingan. O'shanda qiynalyapman bosh qahramonga. Tushunmayman. Aynan o'sha ikkita bosh qahramon, bittasi Elbek Mirzohidov, bittasi meni qahramonim. Narigini otasiga Afzal aka Rafiqov ovoz beryaptilar. Buni otasiga, ya'ni meni qahramonimga Hoji Akbar aka rahmatli ovoz beryaptilar. Keyin ishlab turib hech tushunmayapman. Nimadir yetishmayapti. Shunda bu tomonda edilar, sekin o'tdilar. O'tib turib sekin qo'llarini shunda yelkamda qo'ydilar-da. Sekin quloqim tegib, ko'ziga qara, ko'ziga dedilar. Ko'ziga qarasang, o'zi yetib turibdi dedilar. Shunda ko'ziga qaradim, aktyor. Ko'ziga shunda qarab turib, haligi so'zim bittada tushdi-da. Dublyaj rejissyori ustozimiz Bahodir aka Qosimov bo'ldi, tushdi dedilar-da. Ana o'shandan keyin uni ko'ziga qarab o'zimning ko'zim ochilganda. Shunda yetib borgan. Ko'ziga qara. Keyin bu yoqda gaplashganimizda aytgan. Ko'ziga qarasang, ko'zi etib turadi dedi. Endi rahmatli Sanjar aka bilan juda ko'p ishlaganmiz.
endi Sanjar aka bilan voqea bo'lgan-ku, lekin bitta bir odatlari bor edi. Masalan deylik, birorta agar filmda ishlaganimiz agar ko'rgan bo'lsalar, Sanjar aka yoqqan bo'lsalar, kelib e'tirof etardilar. Filmni ko'rdim. Yaxshi ovoz beribsan. Yaxshi. Menga yoqdi. Dirdilar, rahmatli. Shunaqa o'zlariga ham Sanjar aka falon bitta film zo'r bo'pti desa, rostdan qo'yardilar-da. Bir ajoyib inson edilar. Albatta, nima deydi? Kamtarliklari ham bor edi. Bilasizlar, shu paytgacha birorta bir jurnalist Sanjar akamlardan intervyu ola olmagan. Hatto bir fotolari ham bo'lmagan. Keyinchalik shu o'tganlaridan keyin shu fotolari chiqib aylanib qoldi u bu joyda. Odamlar keyin tanidi Sanjar akani, o'sha yuzlarini keyin tanidi. Ungacha hatto bir narsani aytaman, televideniyada ishlab yurgan paytimiz Sanjar aka televideniyada ishlaydilar, necha yil radioda, necha yil televideniyada rejissyor bo'lib ishlaganlar. Hatto televideniyada ishlaydigan xodimlarning ba'zi birlari Sanjar akani yuzlaridan tanimasdi. Ovozlarini eshitishgan, bilishadi, Sanjar akani eshitishgan, lekin Sanjar akani o'zlari bilan gaplashib turib ham Sanjar akani bilmaydiganlar bor edi. Shunaqa edi. Shunaqa inson edilar. Haligi meni kimdir tanisin degan narsa ularda yo'q edi. Haligi mana shunaqa tomonlarni eslaymiz-da. Masalan, hozir aytdim, ustozimiz Hoshim aka Arslonov osh damlashlari, rahmatli Hoji aka bilan hazillashardilar. Chol deb. Shu hazil-huzul bizga o'tib qolgan hozir. Qiziq davrli bo'lgan. Ajoyib xotiralar, yorqin xotiralar. Mana shu narsa hozir aytmoqchiman. Inson hayotda shunaqa yashab o'tish kerak ekanki, orqangizdan qolgan inson, mana hozir Alloh rahmat qilsin deb yaxshi gaplar bilan eslaymiz. Shunaqa hayot yo'lini bosib o'tish kerak ekan inson. Albatta insonmiz, xato qilamiz, kamchilikdan xoli emasmiz. Bo'ladi kamchiliklarimiz boshqa. Lekin o'tganingizdan keyin Alloh rahmat qilsin, samimiy etilsa, u boshqacha bo'lar ekan. Mana shu ustozlarimizning yo'li bo'ladi. Ya'ni hayotimizni shunaqa bosib o'tishimiz kerak ekan. Shu. Bo'ldi. Yana keyingi obunachiimizdan assalomu alaykum deydi obunachiimiz. Va alaykum assalom. Talaffuzdagi harflar uyg'unligi jozibali qilish uchun faqat kitob o'qishni o'zi kifoya qilmayapti. Bu uchun yana qandaydir mashqlar bormi? Birinchi navbatda ko'p aytishadi, ovozim baraka topkur, miyeldan chiqarib tashlaylar deyman. Ovozini chiroyli qilmoqchi bo'lishadi. Men gapirganda ham shunaqa gapirishga harakat qilishadi. Keyin keltirib beraman. Meni ovozim mana shunday chiroyli, men mana shunday chiroyli gapira olaman degan narsani miyalardan chiqarib tashlaylar. O'zingizlarning ovozinglar bor, o'zingizlarning ovozinglar bilan gapiringlar. Samimiy bo'lish kerak. Ovoz qanaqadir bir chiroyli, qanaqadir bezak berish shart emas. Siz o'zingizni ovozingiz bormi? Bor, bo'ldi. Kitobni ovozingizni chiqarib o'qiyapsizmi? Bo'ldi. O'zingiz eshityapsizmi? Bo'ldi. Ortiqcha kerak emas unga bezak berish. U bezakni bilasizmi nima? Qaysidir masalan deylik dublyaj aktyori yoki aktrisasidan, qaysidir dublyaj aktrisasi yoki aktyordan haligi ohangni olishadi-da, shunga o'xshashga harakat qilishadi. Yo'q, unga o'xshab bo'lmaydi. Bitta odam, mana masalan rahmatli Sanjar aka, bitta Sanjar Sadullayev keldi, bo'ldi. Boshqa Sanjar Sadullayev kelmaydi, bo'ldi. Allohim bitta berdi, bo'ldi. Rahmatli Hamza Umarov, bitta Hamza Umarov berdi, bo'ldi. Qolganlar bor. Ustozga taqlid qilish mumkin, lekin ustozni ovoziga o'xshatib turib, shunaqa ovozim bo'lishi kerak deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Shu asosiy narsa. Shunaqa bo'lishi kerak. Ya bo'ldi, tushunishar. Ustozlarni uslublarini, texnikalarini tezroq va osonroq o'zlashtirish uchun degan savol ekan. Nima tushunmadim lekin nimaligini. Balki nima qilish kerakdir degan savol bo'lsa kerak. Kuzatish kerak ustozlar. Masalan, filmlarni ko'ring, filmlarda o'sha ovozda urg'uni qayerga qo'yishyapti, so'ziga qanaqa bir e'tibor berishyapti, o'sha so'zni talaffuzida. Ana shunga e'tibor berish kerak va qaytarish kerak. Ana shunda o'sha qatga urg'u berilyapti boshqa shu narsani va bu narsani o'sha kitob o'qiganda ham, matn o'qiganda ham bu narsadan foydalanish kerak. Faqat tushungan holatda. Eshitishni, ya'ni sluhni va diqqatni yaxshilash uchun nimalarni tavsiya qilasiz? Nimani? Sokin joyda kitob o'qish kerak. Sokin bo'lish kerak. Ya'ni hozir shunaqa bir davrda yashaymiz-ku, miyamizda 10 xil narsa g'ujg'on o'ynaydi, masalan-da.
Ya'ni bitta ish qilayotgan paytda boshqa xayol, hamma narsani yig'ishtirib tashlash kerak. Hamma narsani yig'ishtirib tashlab, mana masalan deylik, mana shu stakan deylik. Mana shunda xayol shunda bo'lishi kerak bo'ldi. Yonida telefon yoki mikrofon yoki nimadir, uni atrofidagi narsalarni o'ylash kerak emas-da. Shu narsa va shu narsa ustida ishlash kerak bo'ldi. Ya'ni bitta narsa, ya'ni diqqatni o'sha narsaga qaratish kerak bo'ldi, boshqa narsa emas. Uni atrofidagi narsa haqida o'ylash kerak emas-da. Keyingi savol, bitta aktyor 5-6 epizodga ovoz bera olish qobiliyati bo'lsa, ammo o'zini ovozi unchalik chiroyli bo'lmasa, bunday aktyorlar ko'proq nimalarga ovoz bergani yaxshi, filmlargami yoki multfilmlargami? Qarang. Bitta aktyor 5-6 ta obrazga ovoz bera olishi mumkin-u, lekin ovozi unchalik chiroyli bo'lmasa. Yo'q, har bir ovoz o'ziga yarasha chiroyli dedim. Har bir ovozi o'ziga yarasha xususiyati bor, o'ziga yarasha go'zal. Har bir ovoz go'zal. Endi multfilmga bergan ko'pincha o'ylashadiki, ovoz berishni multfilmdan boshlagan yaxshimi deyshadi. Yo'q, eng dublyaj ichida eng qiyini multfilm bo'ladi. Kinoga ovoz berish osonroq multfilmga qaraganda. Endi kinoga ovoz berish ham qiyin, lekin nisbat bilan solishtiradigan bo'lsangiz, multfilm dublyajni eng cho'qqisida gultojisi hisoblanadi. Hamma dublyaj aktyori ham multfilmga berib keta olmaydi. Multfilm eng qiyini. Aynan multfilm dublyaj aktyorini eng o'sha yuqoriga chiqqanini isbotlab beruvchi jarayon, shu dublyaj jarayoni qatnashish. Shu unga bersa yaxshimi, bunga berish yo'q, unaqa narsa yo'q. Multfilm hamma o'ynagandek oson emas. Oson emas. Sababi professional dublyaj aktyori ham kinoda ovoz, serialda ovoz berib yurgan aktyor multfilmda ishtirok etadigan bo'lsa qiynaladi. Chunki o'sha personajni ichiga kirish kerak, o'sha personaj bilan birga yashash kerak. Multfilmda to'g'ri aytamiz, bolajonlar u bu deyiladi-yu, lekin multfilm bolalar uchun ishlanmaydi. Oddiy misol, masalan, Shrek multfilmi bolalar uchun mo'ljallangan multfilm emas-da, masalan. O'sha animatsion film emas. Aldab bo'lmaydi. Multfilmda yolg'oningiz yaqqol bilinib qoladi. Kinoda bilinmasligi mumkin, lekin multfilmda biriga bir shunday bilinib qoladi. Kimdir aldayotganingiz bilinadi-da. Nega samimiy bo'lishingiz kerakmi? Chunki bu o'rtada bolalarga ham, kattalarga ham samimiy bo'lish kerak. Multfilmda bilamiz, obrazlar bo'rtiriladi ozgina. Ijrolar bo'rtiriladi, ya'ni o'sha xarakterini berish kerak. U oshib ham ketish kerak emas. Yetmay ham qolish kerak emas. O'sha oltin o'rtalik bo'lish kerak-da. Ana o'shani ushay bilish kerak. Oltin o'rtalik obunachilar. Endi bular savollar tugadi, obunachilarimiz savol tugadi. Endi meni blitz oprosim bor. Blitz desa bo'ladimi, bilmadim. Javob berganingizda. Siz bu kasbga qanday kelgansiz? Bu orzu edimi yoki tasodif? Qiziq narsada orzuyim bo'lgan dublyaj. Sababi bolaligimizda o'sha paytda biz endi taxminan men sizga aytadigan bo'lsam 85-86-yillar deylik, o'sha paytda endi maktabga chiqqan davrlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda kino jinnisi edim. Juda kino jinnisi bo'lganman. U paytda tuni bilan filmlar berilmasdi. Kechki payt agar film berilib qolsa, shu kinoni ko'rish uchun darslarimni tayyorlab qo'yib turib, odamlardan ruxsat olish kerak bo'lardi. Ruxsat qarang zo'rligini. Kichkina singlimiz chiqazaverardi elchi qilib. Ruxsat so'rab berganda kino ko'rsa maylimi deb. Masalan-da, ya'ni kino jinnisi edim. Ya'ni o'sha paytdan dublyajni tushunardim. Masalan, film dublyaj qilingan. Ya'ni o'sha paytda falonchilar ushbu film dublyaj qilindi. Komil Yormatov nomidagi bunaqada o'zbek tiliga o'girildi deyilardi. Dublyaj qilindi deyiladi. O'sha paytda mehr bo'lgan. Ya'ni o'zim o'ylardim, "Ken aktyor bo'laman", shunaqa fikrlar bo'lardi. Lekin institutga topshirayotganimda taqdirimda aynan san'at institutida o'qish bo'lmadi. Shunda Toshkent davlat universiteti deyilardi. Hozirgi paytda Milliy universitet tarix fakultetida o'qiganman. Tarix fakultetida. O'sha
ana shu paytda o'qishim jarayonida Madaniyat saroyida ustozimlar Qahramon aka Sa'dullayevdan zo'r rejissyor, dublyajda ham ishtirok etganlar. Qahramon aka Sa'dullayev shu o'zbek filmi o'sha eng gullagan davrida, o'sha dublyajni gullagan davrida dublyajda ishtirok etganlar. Qahramon aka Sa'dullayev borib ulardan sahna nutqi, mizansena nima, boshqa mana shu hammasini Qahramon akadan o'rganganman. Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin Qahramon aka Milliy teatrda spektakl qo'yganlar. Shunda bosh qahramonga meni chaqirganlar. Ya'ni Milliy teatrda ham o'sha professional aktyorlar Rixsoy aka Avazov, Po'lat aka Nosirov, Alloh rahmat qilsin, O'zbekiston xalq artistlari shular bilan birgalikda bitta sahnada rol o'ynashga muvaffaq bo'lganman. Ana shu paytda Qahramon aka aytgandilar. Abdulhay ovozing yaxshi ekan, sen dublyajga borsang bo'ladi deganlar. Ana shu qarang, taqdirni qarang. O'sha do'stim dedik, Jahongir Majidov televideniyada shu dublyajga taklif qilib qo'ygan. Ana shu asnoda o'sha 2003-yillardan boshlab dublyaj san'atiga kirib kela boshlaganmiz. Undan oldin teatrda bo'lgansiz, to'g'rimi? Teatrda ham spektakllarda bo'lganmiz. Undan tashqari etnografik teatr bo'lardi. Etnografik teatrda ham rol o'ynardik biz. U etnografik teatrda Baxtiyor aka Musayev bilan birga, mana hozir Baxtiyor aka Musayev bir paytlar qo'shiqchilik qilganlar, hozir filmlarda rol o'ynaydilar. Professional aktyor dublyajda ishtirok etyaptilar. Baxtiyor aka Musayev bilan birgalikda shu faoliyat yuritganmiz. O'sha etnografik teatrda, o'sha Milliy teatrda o'sha qo'yilgan spektakl bor edi. Adashganlar deb, keyinchalik bu spektakl qayta qo'yilgan. Munavvar Abdullayeva qo'yganlar. Boshqa nom bilan qo'yilgan o'sha spektakl. Keyin boshqa nom bilan qo'yilgan. Xullas kalom shunaqa bo'lgan. Teatrga qaytgis kelmaganmi dublyaj kelganingizdan keyin? Nimaga? Teatrga qaytgis kelmagan Teatr bilasizmi? Teatr odamni chaqiradi. Masalan, shaxsan o'zim teatrni yaxshi ko'raman. Hozir ochig'i oxirgi shu 3-4 yil ichida birorta spektakl tomosha qilmadim, lekin odatim bor edi. Turli o'sha teatrlarga borib spektakl tomosha qilaman. Masalan, Ilhomga ham borib tomosha qilaman. Qarayman, qaysi bir repertuari o'zimga yoqadigan bo'lsa, borib o'tirib, u hech kimga yetmasdan o'zim borib, sekin borib spektakl ko'rib, tomosha qilib, sekingina chiqib ketaveraman. Ya'ni teatrni yaxshi ko'raman. Teatr haqiqatda zo'r tarbiyalaydi aktyor. Siz o'zingiz ovoz bergan filmlarni tomosha qilasizmi? Bitta narsa aytaman-da. Birinchi dublyaj kirgan paytimda o'sha dublyaj faoliyat boshlagan paytimizda bitta film, o'sha birinchi ovoz bergan filmingiz esingizda qoladi. Yangi o'yinchi degan film edi. O'sha beysbol to'g'risida edi. O'sha beysbol haqida o'shanda bitta yigitchaga ovoz berganman-da endi. Shu efiri masalan deylik, shanba kuni bo'lsa, biz dushanba kuni ovoz beramiz endi. Seshanbadan boshlab uydagilarga kelib hammaga aytib, hozir men ovozim chiqadi, ko'rasizlar. Men ovozim chiqadi, ko'rasizlar. Shunaqa bo'lgan. Ko'rishgan, bosh qilishgan. Onam rahmatli, "Yo, bolam, bo'lmabdi, qo'y." deb boshimni og'ritmadilar. Meni eng katta tanqidchim rahmatli onam edilar. Onamlar juda qattiq tanqid qilardilar. Qaysi ma'noda? Ya'ni maslahat berardilar. Bo'lmasa o'zlari bu soha egasi emaslar. Fikrlarni eshitardim-da. Haligi hamma qanaqa chiqdi desa, ko'nglingiz uchun zo'r chiqibdi, yaxshi, zo'r, malays, poplabsan, zo'r deb aytib yuborishi mumkin. Lekin buni sal bundoq qilganingni, men bundoq qilganingni, bundoq qilgan yaxshiroq bo'lardi. Sen bu tomondan yondashing kerak deb aytsa, ana bu aslida ana shu to'g'ri o'zi aslida. Sizga hadeb maqtuv eshittirsangiz, birinchi ha deysiz, keyin bu to'g'ri yo'l ekan deysiz, o'sha yo'ldan ketib qolaverasiz. Xullas vaqt o'tdi, boshqa qildi. O'zim unaqa o'tirib, o'zim ovoz bergan filmlarni unaqa o'zim ko'rib yorman. Lekin shunaqa payt bo'ladiki, qanaqa chiqqanikin deb ko'raman. Ya'ni kinoni o'tirib oddiy tomoshabindek tomosha qila olmayman. Kino ko'rishni boshlasam, menda tahlil boshlanadi. Rus tilida bo'lsa ham tahlil boshlanadi menda. O'tirib filmni tahlil qilishni boshlayman. Miyamda tahlil ketadi. Ovozida bo'yicha ketib qoladi. Keyin bu tomonga sujet liniyasi, bu unaqibdi, bu bunaqibdi, ketdi, tahlil ketib qoladi. Hali mazza qilib tomoshabindagi o'tirib mazza tomosha qila olmayman.
Shu. Lekin o'zim hozir beradigan filmlar unaqacha o'tirib tomosha qilib tashlamayman unaqa. Yana bitta savol bor-da, siz aytdingiz hozir 100 tacha film dublyaj qildim dedingiz. O'sha 100 tacha kontent hammasini ko'rganmisiz o'zingiz? Dublyaj qilishdan oldin ko'rib chiqasizmi hammasini boshidan oxirigacha? Men bir narsaki, aksariyat ishlagan filmlar aksariyat ko'rganlarim. Aksariyat ko'rgan filmlarim, aksariyat. Agar mana masalan deylik, birorta film haqida gap ketadigan bo'lsa, kichkinagina sir aytaman hozir. Falon film deydigan bo'lsa, o'sha filmni bir kun oldin boraman deb o'zim ko'rib olaman. Hozir texnika rivojlangan payt olaman, ko'raman. Chunki bitta narsa aytaman. O'sha Bahodir aka Qosimov zo'r odatlar bo'lardi. Biz filmda ishlashdan oldin mana kaseta, VHS kaseta bo'lardi. Ichida kino, mana tekst. Olganda uyda borib ko'rib keldilar. Haligini olib ketardi borib. Haligini o'tirib ko'rib, aylantirib kinoni ko'rib chiqardim. Tekst bilan ko'rib chiqardim. Ya'ni ishlash jarayoni tasavvur qiling qanaqa bo'ladi. Yodlab olasiz-da siz. Mana shu asnoda tayyorlanganmiz-da. Endi u paytda endi bari texnika boshqa nuqtai nazardan hozir boshqacha. Mana hozir imkoniyat bor-da. Masalan, ertaga falon kinoga ovoz berasiz. Shu kinoni ko'rib keling desangiz, unga siz kinoni qattandir topib berishi shart emas-da. Internet bor, shunda yozadi, qattandir chiqadi, oladi, ko'rib tayyor bo'lib kelaversa bo'ladi. Shunaqa. Lekin o'zim ko'raman kinolarni, ko'rib chiqaman filmlarni. Bo'lmadi deganda o'zim ishlayotgan film, masalan, rejissyori bilan qiziqaman, aktyorlar bilan qiziqaman. Umuman o'sha jarayonlari bilan film nima uchun olindi, masalan-da, kassasi qanaqa bo'ldi, nimaga, masalan, hammasi bilan qiziqib chiqaman. Shaxsan menga qiziq. Hech obrazga chuqur kirib ketgan holatingiz bo'lganmi? Bunaqa holat bo'ladi. Mana masalan, dublyaj rejissyorlardan bittasi Shavkat Abjamilov bor, Sardor Qoriyevlar bor. Bilishadi. Ya'ni o'sha odam o'zini qiynaydigan rol bo'ladigan bo'lsa, kirishib ketasiz, charchab chiqaman. Ruhan charchab chiqaman. Shavkat hazillashib qo'yadi. Chol, charchadingizmi deb qo'yadi. Bo'ladi. Faqat lekin o'shan bilan yashalmaydi-da. Aytadi-yu, shu rolga kiribdi, shu roldan rolga kiribdi, shu roldan chiqib keta olmabdi, u bu deb. Qanaqa qilib chiqasiz-ki, nima qilasiz bo'yiga bor? Charchagan, mana charchab chiqasiz. Pas charchagandan keyin o'zim o'tiraman, o'zim bilan o'zim birpas bo'laman, suv ichib yuboraman. Keyin keyingi studiyaga kirib ketaman. Sikl to'xtamaydigan. Shu. Siz uchun nima muhimroq? Emotsiyani to'g'ri yetkazishmi yoki aniq vaqtga tushishmi, taymingmi? Tayming ila emotsiya. Yo'q, qarang, tayming bo'lish kerak. Tayming bo'lish kerak va albatta o'sha tayming ichida emotsiya bo'lish kerak. Ba'zida biz qaraymiz, o'tib ketib qoldi, yetmay qoldi. Tayming ham tushishi kerak va emotsiya ham bo'lish kerak. Barabar bo'lish kerak. U ham bu ham. Emotsiya o'tib ketadigan bo'lsa, o'tib ketib qoldi, yetmay qolsa, yetmay qoldi. Lekin joyiga tushishi kerak. Joyida bo'lish kerak. Film originalini ko'rib, hech ham o'zingizga aytganmisiz, men buni yaxshiroq ijro qilgan bo'lardim deb. Filmni aktyorni ko'rib, endi qarang. Gollivud aktyorlarini ko'rib turib, masalan, deylik, Gollivud bo'ladimi yoki Hindiston bo'ladimi yoki o'sha hozir boya aytdik, o'sha Koreya yoki Xitoy dedikmi, Yaponiya kinoijodkorlari tomon hayotda aytmaganman bu gap. Men bundan zo'r ijro etardim demaganman. Deya olmayman. Chunki men bo'lmadi deganda uni tanasini o'tkazganman, o'zimda o'tkazib ko'rishim kerak-da. Chunki u turgan o'sha tasvirga olish maydonida men bo'lmaganman umrimda. Masalan-da, o'sha rejissyor bilan gaplashib, qo'limga o'sha ssenariyni olmaganman, boshqa. Uni qilib ko'rmagan odam sifatida men bundan zo'r ijro qilardim deyish eng oson narsa-da. Masalan, haligi tanqid qilish juda ham oson-ku, o'tirib, "Men bunday qilsa bu", lekin xo'p, tanqid qildingiz, rahmat. Endi shunga nima yechim taklif qiling, yechim. Tanqid qilamiz, lekin yechim yo'q-da. Shunga o'xshagan narsa-da, bu ham. Men bundan zo'r ijro qilardim deyishim mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Hech bo'lmasam filmda rol o'ynab yurgan odam bo'lishim kerak-da. Hech bo'lmasam bo'lmadi degan O'zbekiston darajasida birorta bir rol o'ynab qo'ylatib qo'ygan odam bo'lishim kerak-da uning uchun.
Keyingi savolim, dublyaj original filmni buzib qo'yishi mumkinmi? Sizda shunaqa holatlar bo'lganmi? Yo'q, endi bizda unaqa narsa bo'lmagan. Ochiq oydin aytaman, bo'lmagan. Lekin agar o'sha ishga noprofessional tarzda yondashilsa, filmni buzib qo'yadi. Filmni mohiyatini buzib qo'yadi-da. Ya'ni mazmun mohiyatidan chalg'itib yuborishi mumkin. Agar u noto'g'ri tarjima qilingan bo'lsa, aktyor tomonidan o'sha so'zlar noo'rin urg'u qo'yilgan bo'lsa so'zlarga, masalan, aktyor tanlashda xatoliklar bo'lsa, masalan, deylik, o'sha professional aktyor o'rniga noprofessional chaqirilsa, ba'zida endi u xatosiz bo'lmaydi-da. Ana shu holatda, masalan, buzib qo'yishi mumkin. Odatda bitta sahnani nechta dublda yozasiz? Xo'sh. Uzog'i, masalan, ba'zi payt bo'ladi, endi ba'zi payt bittada olasiz. Bittada olasiz, ba'zi payt bo'ladi 3 ta, 4 ta dubl ketadi. Ya'ni tushirib olish kerak bo'ladi-da. Ba'zida bo'ladiki, mana bu so'zni joyini almashtirib ko'raylik, bu yana ham ta'sirli chiqishi mumkin degan fikr bo'ladi-da. Rejissyor yoki aytish mumkin, yo'q, mana bu so'zni egani oldinga olaylik yoki egani orqaga olaylik bo'ladi, masalan. Deylik, qildim men shuni degan so'z bo'lsa, masalan, men qildim shuni deb ko'raylik yoki teskarisi, masalan, aytib ko'radi. Ana shunda o'sha dubllar bo'lishi mumkin shunda. Yoki o'zingiz qo'yingizda o'lmaydi-da. Bitta olaylik, men bundan ham yaxshi qilishim mumkin deysiz. Hozirgidan ko'ra yaxshiroq qilishim mumkin deysiz-da, keyin qilishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa. Sizda qanaqadir sevimli ovozlaringiz bormi? Ya'ni darrov kirishi oson bo'lgan ovoz, obraz. Obrazlarmi? Xo'p, darrov, masalan, agar komik rollar bo'lsa, darrov kirishib ketaman. Yoki o'sha antagonistlar bo'ladigan bo'lsa, unga ham darrov kirishib ketaman. Ya'ni fe'l-atvori o'zgacha bo'lsa, kirishib ketaman. Endi aytadi-yu, romantik rollar bo'ladi, obrazlar bo'ladi, romantik, sevgi, u bo'ladigan bo'lsa, unda tez kirishib yormayman. Sababi bo'shashtirib yuboradi odam. Ya'ni tonusda turish kerak-da odam. O'sha tonusni yo'qotib qo'yish kerak emas. Shu. Romantika bo'shashtirib yuboradimi? Bo'shashtirib yuboradi romantika. Yo'q, mana romantikada masalan deylik, dialoglar bo'ladi, masalan. Yigit qiz o'rtasida dialog deylik, mana masalanda. Kimdir nimadir kasal bo'lgan, boshqa qilgan, u bo'shashtiradi. Ayniqsa turkicha seriallar. Endi agar o'sha obraz anaqa bo'ladigan bo'lsa, fe'l-atvorli bo'ladigan, siz tonusda turasiz. Anaqada turasiz. Ya'ni drive'da turasiz-da. Shuning uchun menga ko'proq o'sha drive'da ishlash yoqadi. Super. Классно. Qanaqadir obrazlaringiz bormi? Men hech qachon ovoz bermayman. Bu shu personajga degan obrazlaringiz bormi? Yo'q, mana masalan, men o'zimni ovoz imkoniyatimni o'zim bilaman, masalan deylik. Arnold Schwarzeneggerga hech qachon ovoz bermayman. Sylvester Stallone'ga hech qachon ovoz bermayman, masalan-da. Shunga o'xshagan narsa-da. Ya'ni o'zimga yaqin bo'lgan, masalan, ovozim imkoniyati o'sha tushishi mumkin bo'lgan personajlarga beraman, lekin undan anaqasiga bermayman. Lekin unaqa narsa bo'lmagan, chunki rejissyorlar biladi-yu sizni. Nimaga imkoniyatingiz borligini biladi-yu rejissyorlar. O'shandan kelib chiqib. Men so'ragan, balkida o'zingiz yoqtirmagan qanaqadir personajlaringiz bor edi, men hech qachon bu shu personajga ovoz berayman, ovozlashtirayman. Gitlerdan, например. Gitler bo'lsa beraman ovoz. Yo'q, nimaga? Chunki tanlash kerak emas-da, mana qarang. Mayli, hozir Gitler dedingiz, boshqa antagonistlar haqida gap ketyaptiki. Nimaga antagonistlarga ovoz? Chunki har bir antagonistning o'zini haqiqati bor. Biz odatlanib qolganmiz, bu salbiy qahramon, ijobiy qahramon. Yo'q, antagonist o'zini haqiqati bor. Antagonist o'zini dunyo qarashi bor. Agar uni qaysidir tomondan turib qaraydigan bo'lsa, u to'g'ri gapiryapti deb o'ylab ham qolasiz-da ba'zi payt. Chunki u
qanaqadir bir adolat mezonini o'rnatish uchun nimadirli o'ylab topyapti-da, qanaqadir shaytoniy yo'l o'ylab topyapti-da, endi olib qarasa. Ana shu tomoni sizni ijroingizga yordam beradi. Shaxsan menga o'sha ijroimga yordam beradi. Qaysi ma'noda? Uni o'sha fe'l-atvori, o'zgachaligi, dunyo qarashi, mana shu sizni masalan ruhlantiradi. Men bu personajga hech qachon oz bermayman. Demayman. Unaqa narsa bo'lmagan u narsa. Bilmam, agar keyinchalik bo'lib qolmasa, lekin unaqa narsa bo'lmagan shu paytgacha. Hozir kimga ovoz berish kerak? Qaysi personajga ovoz berish xohlaysiz? Xo'p, o'zim ovoz berish xohlagan personajlarga deyarli berdim-ku. Hozir jarayonni hozir kutib turibman. Dublyaj rejissyorlari o'zimiz ukamiz, ham aktyor, dublyaj aktyori ajoyib. Mana shogirdlardan e'tirof etish mumkin bo'lganlardan bittasi Qobil Sobirov. Nima deydi? Qahramon ovozlardan bittasi Qobil Sobirov. Shu yaqin orada anaqani boshlash kerak. Lokkini serialini boshlash kerak. Lokkini kutib turibman. Lokiga ovoz berasiz? Kutamiz. Eng shaxsan o'zimni yaxshi ko'radigan personajlarimdan bittasi Lokki. Lokin serial zo'r edi. O'sha Tom Hiddleston ajoyib ijro etgan rolini maza qilganman. Shuning uchun kutib turibman Lokkini. Tomoshabinlarni siz ovoz bergan rollar haqidagi fikrlarini kutasizmi? Izohdan o'qiysizmi? Yo'q. O'qimaysizmi? Umuman o'qimaysizmi? Deyarli. Mana masalan Instagramda joylash mumkin, boshqa qilish mumkin. Ya'ni izohlarda aytish mumkin. Heytlar ham keladi. Heyt ko'p. Bolalar kulib qo'yishadi, siz anaqa shaxsiy heyterlaringiz deb qo'yadi. Men e'tibor bermayman. Nimaga? Chunki maqtovga ham e'tibor bermayman, tanqidga ham e'tibor bermayman. Chunki meni yo'lim bor, shu yo'lda men davom etaman. Chunki hayotimizda hammaga birdan yoqa olmaymiz. Masalan, o'sha heyterlarni haqida agar gapiradigan bo'lsa, tanqidchilarim haqida gapiradigan bo'lsak, tanqidchilarimni men ayblay olmaymanki, ular meni tanqidchim bo'lgani uchun. Demak, men hammaga birdan yoqa olmayman. Masalan, hozir bu bir 5 ta odamga yoqsam, bu bitta odamga yoqmasligim bu tabiiy holat. Masalan-da, bu tabiiy qabul qilaman bu narsani. Mayli tanqid qilaversin, o'ziga havola. Tanqidni shunaqa qabul qilish kerak deb bilaman. Unga munosabat ham bildirish kerak emas. Tanqidga munosabat kerak emas. Nima deb munosabat bildirish kerak? Bu degani odam o'zini o'zi oqlamoqchi bo'lgandek bo'ladi-da. Masalan, ba'zi bir tanqidlarni unda o'qiyman-da, o'zimda o'zim aytaman. Deyman, o'zim nimadirlar olib qo'yaman. Lekin unga qanaqadir bir javob berish, unga nimadir gapirish, boshqa o'zimga u siqilmayman ham bu narsani. Sababi haligi nima deydi? Hayotimizda bundan-da ko'p tanqidlarni eshitganmiz-da. U hech narsa nima bo'pti? Bilasizmi, bitta narsani aytib beraman, hozir o'rinda kelib qoldi. Amitabh Bachchan, Hind aktyori, birinchi kino kirib kelgan paytda aytganki, bilasizmi nima alam qiladi degan. O'sha odam gapi bor. Bular o'sha mashina ketayotgan paytda svetoforda mashina to'xtab turadi. Endi Hindiston ko'chalarini tasavvur qilavering, mashinalar to'xtab turibdi, xullasda. Shuni ichida o'sha kino muxlislardan 3-4 tasi Bachchani mashinada o'tirganini ko'rib qoladi-da. Shuna mashinaning ichiga kiradi. U mashinaning ichida Bachchani otasi o'tirgan bo'ladi. Ya'ni kimlardir bo'ladi. Shunday ochadi, "Sen bir tinga qimmat aktyorsan" deydi, chiqib ketadi. Bilasizmi deydi, bu gapni deydi, otangizni oldida eshitishingiz qancha o'zimga aytgan alam qilmadi, lekin otangizni oldida eshitishingiz yuragingizni parchalab yurar ekan deydi. Shunda otam deydi, menga o'girildilar-da, o'girilib shu gapni eshitdingmi? Shuning uchun endi sen zo'r aktyor bo'lishing kerak deb aytdilar deydi. Mana bitta misolda. Bu qaysidir o'sha deylik o'sha tanqid insonni rivojlanishiga olib keladi. Qaysidir ma'noda. Uni nima deydi? Tanqid boshqa narsa. Haqorat boshqa narsa. O'sha farqga borib olish kerak-da. Agar haqiqatda o'rinli tanqid bo'ladigan bo'lsa, qo'lim ko'taraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Tanqid qabul qilamiz, tanqid. U yosh bola bo'ladimi, yosh katta odam bo'ladimi, tanqid qabul qilamiz. Lekin eng yomon narsa bu haqorat. Shaxsan o'zim men hech kimga haqorat qilmaganman va o'zimni haqoratlattirib ham qo'ymayman bu narsaga. Lekin endi bunaqa narsa bo'lmasa kerak, chunki biz haqorat
tanqidlanadigan darajaga olib kelmaganmiz hech narsani. Endi bu yog'ini endi Xudo biladi oldinda nima bor. Shu maqsad shu-da, ya'ni tanqidga qaraydigan bo'lsangiz, nima bilandir ovora bo'lasiz, kimlar bilandir jang qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. O'zingizga yo'q balki muammolarni paydo qilib olasiz. Maqtovga qarab ketadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ketib qolasiz. Balki ko'zingizni odam shira bosadi, boshqa qiladi, odam o'zini bosar tusani bilmaydi. Undan ko'ra odam o'zini ishini qilish kerak. Haligi nima deydi? Oddiy misol aytaman-da. Mana masalan, shopir deylik-a, shopir taksi haydab ketdi. Zo'r haydab ketsa, o'tirib ketmaysiz. Aka zo'r haydayapsiz. Like sizga deb o'tirib hech qachon gapirmaysiz, to'g'rimi? Chunki o'zini ishini qilyapti. Men ham xuddi shunaqa. O'zimni ishimni qilyapman. Dublyaj aktyorman, o'zimni aktyor ishimni qilishim kerak, bo'ldi. Shuni men zo'r qilishim kerak. Xuddi shunaqa deb bilaman-da o'zim. Hech qachon o'tirib boshqa soha vakil oshpaz ovqat qilib qo'ysa, oshpaz like sizga zo'r qilibsiz, u bu deb gapirilmaydi, boshqa qilinmaydi. Bu bor narsa-ku. Xuddi shu soha vakillaridagi bizni o'zimizni ishimiz faqat bizaniki ular bilan nisbatan olib qaraganda biz o'sha jamoatga ko'proq o'sha chiqish qilamiz, ya'ni ovozlarimiz bilan chiqish qilamiz shu. Men savollarim уже qolmadi. Agar qanaqadir tema sizda mavzuda bo'lsa, gapirmoqchi bo'lsangiz gapiravering. Xo'p. Men aytmoqchi bo'lgan narsam shundaki, mana masalan hozir men aytdik-ku, mana masalan Frame'da masalan film kuzatib boshqa kuzatishadi filmlarni boshqani. Men xohlardimki, boyagi gapga qaytaman. Ya'ni qaysidir ma'noda bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ya'ni tomoshabinlar, sizlar bizni qo'llab-quvvatlanglar. Muxlislarimiz sizlarni biz juda ham hurmat qilamiz va albatta biz sizlar uchun ijod qilamiz. Bo'ldi. Hali nima deydi? Ko'klarga ko'tarish shart emas. Ya'ni o'sha biz bilan birga bo'lishsa, ana shu eng muhimi shu. Xo'p, avvalo taklif uchun yana bir bora rahmat. Sababi o'ylaymanki, dildan suhbat bo'ldi. Sababi ochig'i uncha-muncha joy agar umuman chaqirishsa, ochiq sal qochaman. Shu vaqt o'tgandan keyin odam shunaqa bo'lib qoladimi yo'q, lekin shu taklifda bir tomondan o'zim ham xursand bo'ldim. Sababi o'zimni yoqtirgan mavzuyimda. Bilasizmi, bitta narsa aytaman, hozir esim tushib qoldi. Shu dublyaj to'g'risida suhbatlashamiz, ko'rsatuvlarga chaqirib qolishadi-da. Xo'p, borasiz endi, borsangiz bitta rolingizdan o'xshatib bering deb qolishadi-da. Keyin bilasizmi nimaga ba'zi payt xafa bo'lib ketaman. Teatr aktyori deyman, rolini yodlaydi ular. Ular sahnaga rolni yodlab chiqadi. Kino aktyor ham rolini yodlaydi-da, chiqadi. Yo monolog aytib berish mumkin, o'sha nimadir aytib berish mumkin, lekin dublyaj aktyorida bitta rolingizni qilib bering deysiz, xafa bo'lib ketaman. Nimaga? Chunki bu behurmatlik deb bilaman-da. Chunki ba'zida mana hozir aytganimizdek, jurnalistlar chaqirib qolishadi, boshqa qilishadi. Siz haqingizda o'rganmaydi. Sizni nima deydi? Shaxsiyati sifatida o'rganmaydi, boshqa qilmaydi. Kelgan joydan boshlab ketaveradi, keyin eng dahshatini aytaman. Ya'ni qaysi kinolarga ovoz bergansiz? Ya'ni siz chaqirgan odamga siz o'zingizni qaytadan tanishtirishingizga to'g'ri keladi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da. Bir kuni o'sha elimiz tanigan eng zo'r kino rejissyorlardan biri Zulfiqor aka Musoqovni filmlarining premyerasi bo'ldi-da. Kuzatib turibman o'sha jarayonda. Anaqa jurnalistlar borib intervyu olishadi. Bitta yosh qiz turib, endi hamma mikrofon tutadi-yu, hamma tutdi-yu, ko'rib turibman, jarayon qarab kuzatib turibman. Tutdi-da, savol berishdi, bitta qiz kelib qo'shildi. Qaysi telekanal boshqa kimdanligini aytmayman. Haligi qiz bo'ldi-da, endi qolganlar javobini olishdi-da, mikrofonlarni olib ketishdi. Haligi qiz qoldi oxirida. Endi nimaga qoldi? Qarab turmadi. O'zingizni tanishtirib yuborsangiz dedi. Tushundingizmi? Zulfiqor Musoqovga o'zingizni tanishtirib yuborsangiz deb yana haligi gapir. Dahshatda bu. Anaqa to'g'ri kelmaydi. Sababi qayoqqa kelyapsan? Qaysi film premyerasiga kelyapsan? Rejissyori kim? Hech bo'lmasa bu yoqdan so'rab olish mumkin edi-yu. Hatto xo'p tushunmagan taqdirda ham bu savolni berish noo'rinda borib, ulardan borib so'rasang ham bo'lardi-yu. Bu inson kim deb. Masalan-da, aytmoqchi bo'lganim,
o'sha kelayotgan mehmonni yoki o'sha suhbat qurayotgan odamni hurmati yuzasidan o'sha inson haqida o'rganish kerak, bilish kerak-da. O'shaning uchun ham men nimaga men sizlarni yaxshi bilaman. Sizlar meni yaxshi bilasizlar. Ya'ni mana shu loyihani boshidan bo'ldinglar, boshi shu jarayonida qaynadik, boshqa qildik, bir-birimizni bilamiz-da. Shuning uchun suhbatimiz qovushdi. Shuning uchun nima haqida gapirayotganimizni bildik-da. Mana shunaqa suhbatlar ko'p bo'lishini xohlayman. O'sha aytganimdek, haligi ya'ni mana ovozingizni bitta qilib bering, crash bilan edingni qilib bering deyshadi. Gap emas-da bu. Shu. Avvalo tanjoninglar sog' bo'lsin. Rahmat. Xo'p, bu ijodiy jamoaga muvaffaqiyat tilab qolaman. Sababi tinmaysizlar. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Uzoq yillar davomida shu Frame'da birga ijod qilaylik. Tomoshabinlarga o'sha o'zlari yoqtirgan kontentlarni tayyorlashda hammamiz tolmasdan ishlaylik. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat.